Xullas, men sizlarga hozir o'sha Sanjik, Shahzod, bu qiz uyi, xullas hammasi to'g'risida o'zbekchalab yaxshilab tushuntirib berishga harakat qilaman. Chunki juda ham ko'pchilik menga ham yozyapti, istoriyaga qo'yganman ekan, nima bo'lgan, nima tushunmayapmiz deb. Chunki hamma narsa qo'yib tashlangan. O'tda men sizga iloji boricha qisqacha qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Men o'zlari bilan gaplashdim, eshitdim. Men bu temani ancha oldin eshitdim. No, o'shani ham to'liq eshitmagandim. Hozir men to'liq eshitdim, emasligiga hozir tushuntirib beraman. Men bu qiz bilan o'sha aytdim, gaplashdim, menga aytib berganlarini qisqacha sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. 2023-yil boshidan Shahzod bilan bir-birini tanishgan. Shahzod o'zini juda ham taqvoli ko'rsatgan, 5 mahallab namoz o'qigan, masjidlarda o'qigan, o'sha anaqa namozlarni ham faqat madrasalarda o'qigan bo'lgan Chorsuda, juda ham o'zini taqvoli ko'rsatgan. 4-5 martalab bu qiz uyiga sovchi yuborgan, 2 martalab qo'lini so'ragan, bir-birini yaxshi ko'rishib, gaplashib yurishgan bo'lgan. O'zini juda ham shunaqa ko'rsatib, ishonchga kirgan. Bu qizni ota-onasi ham o'sha 1 yilmi 2 yil juda ham yaxshi ko'rib qolishgan, xuddi o'zini bolasidek ko'rishni boshlashgan Shahzodda. Shahzodga nima ish qilasiz deganda, shu Malikada telefon bilan shug'ullanaman degan. Orada xo'p 2024mi, xullas sanalari esimda yo'q, esimda qolmadi. Bunga Shahzodga bitta qanaqadir akasi BMW podarka qilgan. Modeli ham esimda qolmadi, uzr. Undan keyin BMW podarka qilgandan keyin Shahzod уже shu bilan shu elektro to'g'rimi, uch xullas akasi shunaqa BMW podarka qilgan. Undan keyin bu bola M3 ga alishtirgan, uni M5 ga alishtirgan, Malibu Zikr olgan. Bu qiz hayron bo'lgan. Qayerdan shuncha pulni olyapsiz? Bular qimmat mashinalar-ku desa, Shahzod aytgan, shu okaxonlarim aniq variantga olganman, Malikliga pul tikishgan ular, shundan kursi qolman degan. O zo'r degan bu 2024-yilda. Keyin Shahzod yana bularga sovchi qo'ygan. O'sha iyul oyida zo'r qilib yana 2 marta предложение qilgan. Shu bilan rozi bo'lishgan, to'y belgilangan. To'yga yaqin aytdim sizlarga, shu ota-onasi ham juda ham yaxshi ko'rishgan bu bolani, xuddi o'zini bolasidek ko'rishgan. To'yga yaqin bola cho'ta настроенияsi yo'q, anaqa bo'lib, gaplashib shunaqa qilish boshlagan. Qiz so'ragan, nima bo'lyapti, nima unaqa bo'lyapti, nima настроенияsi yo'q desa, men shunaqa qarzga kirib qoldim, ular menga угрожать qilib tashlashibdi, nima qilishni bilmayapman degan. 2024-yil 15-sentyabrmi, shu o'sha sanalarini xato aytayotgan bo'lsam uzr, to'yi bo'lishi kerak bularni. Shunaqa qilish boshlagan bola. Qiz aytgan, "Как так, уже zakizga ham topshirib qo'yishgan, vrachlarga borish kerak bo'lishgan bularni. Как так, unaqa qila olmaymiz." Keyin adalari kelib aytganlar. "Ada, mana shunaqa to'y atmay qilamiz yoki cho'zamiz" deyaptilar. "Kuyovingiz bilan gaplashib qo'ying" deganlar. Chaqirganlar adalari, u bolani, Shahzodni. Chaqirganlarida aytgan, что finansiy manda problema bo'lyapti. Shahzod aytgan, "Men hozir to'y cho'zamiz yoki atmay qilib turamiz. Men buni qila olmayman, bunaqa ugrozalar bilan, anaqa bilan qila olmayman" to'y deganlar. Keyin adalari aytganlar, "Men unaqa qila olmayman, bolam уже yarim to'ylarni yig'ib qo'ydim. Qanaqa qilib atmay qilamiz" desa, Shahzod aytgan, "Menga 12 kunga garovga uylarni qo'yib turaylik, real Sanjik shunda menga pul beradi" degan. Xullas Shahzod bularni ishontirgan, uylarni garovga qo'yib turamiz, to'yi o'shani atmay bo'lmaydi. Shunda men Sanjik menga pul beradi. Bergandan keyin hamma mendan talab qilayotgan, groza qilayotgan odamlarga pulini beraman. 12 kun ichida meni qo'limga pul keladi. Srazu anaqa qilib garovdan chiqarib olamiz uylarni deb bularni ishontirgan. Bular o'zi necha yillik ishongan odam bo'lgani uchun, necha yillik odam bo'lgani uchun, kuyovimiz-ku deb ishonib, xo'p deb notariusga borishgan. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, borishgandan keyin Sanjikka ular umrida birinchi marta o'shanda ko'rishgan. Juda ham zo'r muomala qilganlar. Aytganlar, "Xotir olmanglar, 12 kunda anaqa qilib olamiz, hammasi cho'tki bo'lib ketadi. Anaqa meni ukam bu" deb shunaqa bo'lgan. Shunaqa razgovor bo'lgan u yoqda. Xullas keyin Sanjik Shahzodga $150,000 pul berganlar. Shahzod aytgan, "Yo'q, bu menga kam, yana pul berasiz" deganda Sanjik aytganlar, "Menda mana shu 70,000 pulim bor, lekin foizga beraman" deb pul berganlar. Общий $240,000. Tushunyapsizlarmi? $240,000. Keyin u Shahzod yo'q bo'lib qolgan, umuman qochib ketgan Qozog'istonga. U paytda Sanjik ham Amerikada bo'lganlar. Bular o'ylashgan, Sanjik kelsa menga yordam beradi deb o'ylashgan. Kelgandan keyin umuman boshqacha temalar bo'lib ketgan. $240,000 xullas Sanjik bularni bo'yniga ilib qo'ygan. "Men chaqiraman, bo'lmasa uyni bo'shatib qo'yinglar, tipa shunaqa yoki pulni to'laylar, men berganman pul" degan. Chunki Shahzod yo'q. Tushunasizlarmi? Shahzod yo'q.
bularni uyi garovda. Bulardan уже talab qilishni boshlagan Sanjik. U $90,000 uchun ham foizga berilgan o'sha $70,000. 90,000 bo'lganmi nima? O'sha uchun ham ikkita BMW'sini olib qo'ygan Sanjik. Raspiska yozib olgan. Uni ham ko'rsatganlar. Sanjik Amerikadan kelgandan keyin ota-onasi bizga yordam beradi deb o'ylab Sanjikka ofisiga borishganida hamma o'sha tekshirib, telefoni yo'qmi, boshqa hammasini tekshirib, aqronlarini qilishgan, kirishgan, kirganida bo'lsa Sanjik yordam beradi deb o'ylab borishgan. Xullas, adalari men просто g'alati bo'lib ketaman bu darsdan aytib. Chestini, qizini chestlan o'ylab shunaqa qilganlar-da, ada, tushunasizlarmi? O'sha narsaga men aniq bo'lmayman. O'tda keyin umuman boshqa narsalar bo'lgan. Sanjik umuman tan olmaganmi, nimadir hozir uni yana dalish etib beraman. Xullas keyin Shahzodni tutib olib kelishgan, jinoiy ish qo'zg'atilgandan keyin u zapretga tushgan, Shahzodni tutib olib kelishgandan keyin Sanjik umuman boshqa ish gapirganlar. Shahzod bu yerda вообще ни при чем. Men bulardan uyni sotib olganman. Men notariusda bularning qo'liga pul berganman deganlar, tushunasizlarmi? Lekin o'tda Shahzodga berilgan pul bularga berilmagan. Notariusda kamerani ochinglar, anaqa qilinglar desa, o'sha 1 yildan beri ro'diga hamma yoqga yalinishyapti, boshqa qilishyapti, umuman foydasi bo'lmayapti, video yo'q, o'chib ketgan deyishyapti. Ko'pchilik tushunmayotdi, nima bo'lgan deb men sizlarga kortkoyasini tushuntirib berishga harakat qildim deb o'ylayman. Men borib bunaqa narsalarni bilasizlar, umuman qo'ymayman, istoriyamga gapirmayman, вообще aralashmayman. O'zim hayotimda o'zim yuradigan odamman. Prosta nima anaqa bo'lib ketyapman. Bu temani men eshitdim-da, ancha oldin. To'liq eshitmaganman, o'sha paytda anaqa bo'lib qolganman, men g'alati bo'lib qolganman. Как так? Qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin deb. Men hozir yana internetga chiqdi bu narsa, anaqa qilgani uchun men уже просто befarq o'tib keta olmadim. Qiz prям yig'lab menga aytib beryaptilar. Men просто bilmadim. Sanjarra hozir videosini ham ko'ryapman. U yoqda aytilgan Shahzod ni pri чем, yo bu yoq deyilgan. O'sha narsa yolg'on bo'layotgani uchun men tushunmayman nimaga.